Yaxshi. E'tibor beryapsiz, yangi yaxshilik bilan. Qotib keryapti. Ha, ana shunday o'tib turadingizmi o'ziga? Yo'qda, To'g'ri. Sizda shu birovdan eshitib bir 2 yil bo'lgan ekan kelganiga shu sizda izlab kelyapmiz. Ha, 2 yil oldin kelganmi? Ha, bizda bir qishloqda aka 2 yil oldin kelgan ekan. Qaydan qishloqdan? Jondan. Jon, mana opa ayting qanday hol? Bel og'riyaptimi, oyoq og'riyaptimi? Holat. bilmayman, endi tikka qilmay qo'ydi-da. Mana shunday ikki oyog'im beryapti. Bir oyoqqa tozayam. Mana o'ng tarafda oyog'imga avvalroq berib endi bunisiga ham o'tdi. Mana shu yerda bir nima ishlab qoladi, tikka bo'lolmayman. Keling bo'lmasa. Qachondan necha kun bo'ldi? Bunga ancha bo'ldi, intizor ko'payib ketdi-da. Anchasi qanday? 2 oy bo'ldi mana shu. O'l yılan desem bana bayağı balnalaşıp vereydim-de. Keyin. Keyin toza balnalarımdan okumaya kaldı. Bosh bu tomonga bo'lsin, yerga qarab yotasiz. Mulla bo kelib turadi degan qarindosh qo'madim. Qancha tushib yurib ko'ring, davom etamiz. Korkmayın oğlum, sıltar ko'ring. Qo'llarni ko'tarib ko'ring, kuragim nima dedingiz-ku? Qattiq qotgan dedingiz, og'riyapti dedingiz. Qanday, yaxshimi o'zi? Yaxshi. Sal tartışıp orada şu bana. Bitip oldu. Opa yengilisini sezyapsizmi? Aka sezyapsizmi? E'tibor beryapsiz, yangi yaxshilik bilan. Boya inkayib yotdi-da, tikka qotib keryapti. Ha, tikka beryaptilar, shundan aytinglar. O'tirib ko'rishingiz qanday edi? Hozir qanday turiblar-chi? Turing. Sizlarga qo'lni qo'ymasdan o'tirib turing endi. Turing. Yaxshimi? Ana shunday o'tirib turadingizmi o'ziga? Yo'qda, yerga sirkanib turaydim. Namoz o'qimay qoldim. Hozir yana ko'ramiz. Keng davom etamiz.